Kunda o'xshash bir ishlarni qilsak, kundalik turmushimiz o'xshash bir ritmda o'taversa, bizning hayotimiz qandaqmi bir o'xshamagan natijalarga erisha olamiz. 8 soat ishlab, 8 soat uxlab shu ishni qilsak, albatta o'ylanmagan natijaga erisha olmaymiz. O'xshash bir kunimizni qayta yashaymiz xolos. Bu deganlik hargizmi o'zingning hozirgi kasbini, xizmatini tashlab, xizmatni o'g'illik, xizmatni qilib baq deganlik emas. Hammamizning o'z hayotimizni o'zgartirib boqamiz, texim ko'p pul topamiz, texim baxtlik, texim sog'lom o'tkimiz bor. Albatta buning uchun biz o'xshash bir ishni qilaverib turib, o'xshamagan natijani xiyol qilsak, natayin unda yuz bermaydi. Albatta mo'jiz yuz bermasa, shundami? Shuning uchun bizmi bugunimizni tunugimiz qaraganda azroq tirishchiliklar bilan, azroq ko'proq natijalarga ega qila olsak, hayotimiz ham go'zal bo'ldi. Undaqda kasbimni o'zgartmasam, ishimni o'zgartmasam, qanday o'zgarish hosil qila olaman? Ikki odam o'xshash bir ishni qilib, o'xshamagan natijaga erishamdi, erishmamdi. Erishidi. Nurg'un odamlar o'xshash bir ishni qilib, o'xshamagan natijaga erishidi. Nimishqa? Chunki har birining tutqa yo'li, har birining ko'rsatgan tirishchanligi, har birisining nishoni, plani o'xshamaydi. Shuning uchun o'xshamagan natija chiqadi. Qanday kasbni qilsa, qadr ko'p pul topib qoldi. Har qanday kasb pul topib qoldi. Amaliyotda har qanday bir ishni qilib, chuqur ko'p pul topib qoldi. Ba'zilar suiqasd setib boyayotdi. Ba'zilar no'qut setib urumchida nechta o'yayotdi. Ba'zilar kitob setib turmushni qamdayotdi. Ba'zilar chovushi ichib, foundation o'ynaydigan lobalardan tang pul topadi. Nimishqa? Demak, har qanday bir ishni qilib, hozir pul topqilib bo'ldi. Gap sizning shu ishni qaysi darajada yaxshi qila olganingiz, qaysi darajada unumga erisha olganingiz, qaysi darajada plan tuzilganingizga bog'liq. Endi turmushimizga qarab baqsak, hammamiz noyaymiz. Ba'zi navoiyxonlarning oldiga borsak, o'chrat turib oladi. Hatto tunishib olganlar undidor deb qo'yib, oldin telefon qilib qo'yib, non bo'rtib akitadi. Ba'zi navoiylarning oldiga qarsak, 1-2 kunning oldidagi nennetek setib bulanmagan, yangidan yaqaydi satek an setib bulanmagan, moshunda qishlan bu. Yana ba'zi navoiylar qarsak, ularning loban bo'lib ketdi. O'zining 3-4 lenso navoiyxonlari va 5-10 shogird navoiylari va o'z pochi mashina haydab, oynab kunda navoiyxonlarga "Ha, bugun soat yaxshidir" deb qo'ydi. Demak, qanday ishni qilsak ko'p pul topqil bo'ldi. Gap bizning shu ish qilgan pozitsiyamiz, bizning qo'llangan aqlimiz, usulimiz, nishonimizda. O'z kasbimizni yaxshi tushunib, yaxshi tadqiq qilib, masalan, men bilan mana o'xshash ishni qilyapti, u qanday qilib mendan ko'p pul topa oldi? U qanday qilib mendan yaxshi qilib berdi mana ishni? Uning tutgan usuli qanday? U qanday tashviqot qildi? U bahosini qanday tangishdi? U xaridani qanday jalb qildi? Shuning hammasi bizning shuni tadqiq qilishimiz, tushunishimiz, shuningga ma'lum vaqtimizni berishimizga munosabatli. To'g'rimi, xatomi? Shuning uchun siz mayli qanday kasbni qiling, o'z kasbingizni bakarak tadqiq qiling, bakarak tushunib qiling. Hozirgi zamonga mos keladigan tijorat yo'llari, savdo anzilari, tashviqot vositalarini chuqur tushunib, bilib beqishimiz, shulardan foydalanishimiz kerak. To'g'rimi, xatomi?